Hürmetli dostlar, benim de 18 yaşlık çağım var idi. Mine şul 18 yaşlık çağımda bulgan bir kıssаны sizge de жеткересім келе. Bu kıssa şik sakçısı deb atala. Yaşkine bir şik sakçısı hizmetten koyda idi. Benim yanıma to'xtab ol, bergizchi suv dedi. Men şunda kıyıdan alıp saf su verdim özüne. Lakin ko'rem, biraz içe, qarый hamon özüme. Söz başlagan bola özü, hallerigiz nechik deyip. Su hamon şol bir kelish, ozgina da kemimi. Qarama menga yigitga, ishlarim ko'p elimde. Men burilib ketib bardim, sog' bo'ligiz dedim de. Yigitim chiqib qarshima jetizgina shes berdi. Tag'in biroz ichar edim, oshiqmasag'iz dedi. Salqin suvli chelagimni oldi qo'limdan menim. Ishingiz olaysa, lakin bo'lig'iz tezroq dedim. Ishtida ratlab üst-boshim ketarga jiyindi u. Menga dedi mumkin bo'lsa, tilagiz xayrli yo'l. Savbullashib boshini edi, qo'l qo'ydi ko'kragine. Ko'rem, yigit zifa bo'yli, ham o'zi chivergina. Narsegadir bilmem shunda, men og'ir sulab qo'ydim. Belki tag'in isharsiz, deb niktir to'xtalib qoldim. Yilmaydi ol, bunday so'zim ona ushadi bo'g'ay. Tag'in 3-4 saat turdi, suv ichaysa shulay.